Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 40-qismlik darsimiz. Bu qismda biz Java to'plamlarining, ya'ni Java collections'ning oxiri davomi set to'g'risida to'xtalamiz. Biz oldingi qism listni o'rgangan. Bu qismda set o'rganamiz, set interface'ni. Bundan bir package quray. Aldığın kısım biz list'ni o'rgangandik, shunaqo. List interface. Bu interface shunaqo. O'rgankisi set. Setni o'rganamiz. Hamda men list'ni nima degan desanglar? Ordered da tartiblik. Qanday? Ondan keyin takrorlikni yo'l qo'ydi degan. Masalan, o'xshash a'zolardan 2 job kelsak, uni orqali kelsa bo'laverdi degan. Allow duplicates. Hem set şunun qarşısı. Set qanday? Tartiblik emas. Unordered. Onun keyin tekrar olib qolsa, uning yo'l qo'ymaydi. Farqi deb qolsam, shuna farqini desanglar bo'ldi. Men metodni quray. List mo, set mo ishkiliz qanday? Java util package'ninki interface'lari, interface bular. List me interface, set me interface. Hem biz bunu qurgan chaqda, masalan, listni qurganda bu interface o'g'achqa, interface nima yo'q, constructor yo'q o'g'achqa buni bevosita chaqirmaymiz. Shun array list classdan foydalanib qanda buni chaqiramiz demoqchi. Masalan, wrapper class integer day. Ma bir tekrar olib qolsin aytma listga. My list deb qo'yasizmi? Array list. Ham darshikni shu import qilamiz, util qarsanglar Java util package'dan import qildi. Shunaqa? Hamda setmi o'xshashlar. Setmi o'xshash. Bu bir interface. Hamda bu setni qanday qurmaymiz deganda? Mana set bu o'xshash. Mesela integer qo'ysam sonlardan my set yangi qanday new. Endi bu nima bo'ldi desanglar, bu set interface o'g'achqa biz nimani ishlatamiz? Hash setni ishlatamiz. Hash set. Bu bir class, hash set. Integer. O'xshaydi mana listningki qurilish nimasidan. Bu nereden kirgizimiz? Qaranglar, Java util'dan. Package'dan kirgizimiz. O'xshash yana birinchi biz o'rganmoqchi bo'lgan metod nima bo'lsanglar, add. Qo'shmoqchi bo'lsak bir narsani qanday? Adddan. Ikki. Besh. Men ikkini qilib boqay. Besh chiqaray. Mana 2dan 1 slam chiqdi. Agar men list o'qib qolgan bo'lsa, listda takrorlab qolsam qanday? Chiqaverdi demakchi. Setda unda nima yo'l qo'ymaymiz? Duplicatega yo'l qo'ymaymiz degan gap. Set mushu. Shunga biz takrorlik ichidagi takror masalan bu to'plamning ichidagi takrorlikni ilyutadigan nima desanglar, set bilan ilyutamiz. Mush listning ichidagi o'xshash a'zoni qanday ilyutamiz desanglar, set quriblam set orqali ilyutamiz degan.
Hamda buni biz ko'p uchraydigan metodlar. Bosh nimaga o'xshab ketadi? Listeningga. Masalan, birinchisini add dedim-ku, add method. Metodmi shu? İkincisi ichidikini qanday butunlay yo'q tutadigan. Clear. Mesela ma'noda ishga a'zo bor-ku. My set. Hemen bırakalım jüvesem. Yani işim yok içinde. Hem de bana ücret tutudum he. Hazır bunu kıysak. Çıkıyordu 2-5 degandek. Unda olsa men yana 2 a'zo qatay bununla. Muş toplamda yani muş setde ma'lum bir a'zo bormi yo'qmi? True or false? Sen 21 bormi yo'qmi deganni topmoqchi bo'lsak qanda. Uchinchisi contains o'z ichiga olgan degan gap. Bu metodning uyg'urchasi. Shuni foydalanamiz. Masalan, my set contains 21 bormi yo'qmi? 21 boshlama, shuni nima chiqadi? True chiqadi. 22 chi, 22 yo'q, shungacha false chiqadi. Üçüncüsünü bu. To'rtinchisi. Hamda mushning ichida bir narsa bormi yo'qmi deganni-chi? Quruqmi yoki element bormi deganni. O'xshashliqada is empty. Mana shu bir narsa bor shunaqmi? Şunu bu is empty etsek nima chiqish kerak? False chiqish kerak shunaqa. My set is empty desam qanday false bo'lish kerak. Chunki buning ichida bir narsa bor. False. Endi men qanday qilmay aytsanglar? Men ichidagi birini yuvib deyapman. Endi true chiqish kerak. Chunki men ichidagi yuvib etdim, hech nima yo'q ichida. Mana yana o'chirib bo'ldi. Ondan keyin ma'lum bir elementni qanday remove qiladigan. Buni oldin qismliq darsimda o'rgandik-ku, listga. Remove. Yoki bo'lmasa, masalan, qanday qurgan bo'lsanglar setni yoki listni. Chekni besib qo'ysanglar, mushning metodlarini chiqarib berdi. Masalan, hash code, empty, get class, for each equals degandek. Remove. Mesela 21'ni chiqarib olsam-chi? Yigirma birinchi chiqarib olsam nima bo'lib qoldi? 21 chiqdi demoqchi. Remove. Remove bilan. Andan keyin qanchalik a'zosi borligini hozir 3 a'zosi qoldi-ku. Topmoqchi bo'lsak nima? Size. Array string identity length de shunaqa. Ma'noda listmi, ma'nodami size. Size olgan degan bu nima chiqadi? Bu son chiqish kerak ekan 4, 5 yoki 2 degandek. Ma'noda 3 chiqish kerak shunaqa. Üç buni hozir qancha? 3 a'zosi shunga 3 chiqyapti degan. Qolgan lozimatlik metodlarni siz izlanib ko'rsanglar bo'ldi. Ko'p uchraydiganmi shu 5i. Andan keyin besib chiqarishni. Men oldingi qitim listni oldingi darsda listga 3 qitim 3 xil besib chiqarishni ko'rsatib qo'ygan shunaqa. Masalan, bivoslam ismini bilan bassaq bo'ldi. Masalan, birinchisi qanday? Bivoslam. Nice set deplam. Mana. Bivoslam yo'ltuzasiz qo'ydik. Farq qilish uchun.
Mana bevosita besib chiqarsak bo'ldi. Yoki ikkinchisi qana listga o'xshamaydigan yeri. Mana unordered bo'lg'achqa set. Biz bevositalik get o'xshash birdan qila olmaymiz. Shunga ikkinchisini iterator deb bir qilib bor. Shunga tonishimiz iterator. Iterator qanday oldi o'tsanglar? Iterate degan gap har birisini birdan qanday takrorlab chiqadi. Shu iterator bo'ldi. List nima bo'lmuş iterator orqali besib chiqarib bo'ldi. Iteratorni qanday quramiz desanglar? Iterator bu bir class. It deb qo'yamiz ismini. New emas. Ma set var my set aş ismini nima deb qo'ymasak, shundan qanday iterator metodi. Mana kirgizmasak qizarib oldi. Iterator. Ham buni while loop orqali iterate qilib chiqamiz. İsmi nima bo'lsa, has next. Boshlanishdan qanday? Next. Tik oldu ekan, ln ilvasak. Undan keyin yaqinda pesh. Yoki bir bo'shliq qo'yib qo'ysam bo'ldi. Iterator. Mana. Listni mush o'xshash shaklda iterate qilib besib chiqarsak bo'ldi. O'xshash shaklda. Hamda for each loop ishlatib baqsaq, uchinchisi. For each loop. Chunki men int shunaqa. Integerga int qo'y. Set bo'lgan ekan. My set bunlarni ln qilamisak tik chiqadi shunaqa. Mana. 3 xil iterator. Endi listeningni qilsak iterate qancha besib chiqara olamisak 4 xil iteratorni qilsak. Shunday besib chiqamiz degan gap. Bugungi darsim shuncha tushungan nuqta bo'lsa asosiy shakl qoldirsangiz bo'ldi. Ko'proq mashq qilib boringlar. Rahmat.